Assalomu alaykum hurmatli muxlislar, sizlar bilan yana tahlil loyihasida ko'rishib turibmiz. Loyihaning 16-sonida sizlar bilan tarkibida o'zim qatnashadigan Benom jamoasining o'yinini ko'rib chiqamiz. Benom jamoasi o'yinini avval ham ko'rib chiqqanmiz. Nega yana bu jamoaga qaytdik degan savol tug'ilishi tabiiy. Sababi biz o'yinini suratga olishni rejalashtirgan bir qator jamoalar turli sabablarga ko'ra suratga olishda qatnasha olmadi va shu tufayli zaxira variant sifatida yana bizning jamoa tanlandi. Lekin zerikishga aslo hojat yo'q, chunki avvalgi ko'rsatuvdan farqli ravishda hozirgi jamoaning tarkibi keskin o'zgarib ketgan. O'yinda jamoadan Abbos Salaydinov, Saidakrom Rasulov, Temur Mirzayev, Uktam O'rintoyev, Mirjalol Kattayev hamda Firdavs Bozorovlar qatnashgan. Ushbu o'yinda jamoa 3-o'rinni egallagan. Demak, ketdik. Marafondami, poygada she'rmi, asarmi yo'qmi shunaqa? She'rmi, asarmi yo'qmi shunaqa? Ayting, bir nima? Ayting, nimadir bo'lsin degan she'r bormi? Qaranglar, odam o'layotganda kimlar keladi? Kimdirlar keladimi? Anaqa men nomatda qahramonlar keladi. Demak, bu qazoqlar ko'chmanchilarning nimasi bu? U ayting, Qur'onda ayting dedik payg'ambarga. Qul deydi, aytingki, bular qullar o'zi, mamluklar bular. Qullar ana bo'lgan, shoh bo'lganlar. Qayerda oxirgi? Qur'ondami? Qul ayting deganda qul darajasi ayting so'zni. Bu mamlukda oxirgi nimalarimi, shohlarimi, sultonlarmi? Qarang, bu yo Qur'onda yo qaysidir surada. Qaysidir surada mana shu qullar keladimi? Qaysidir surada. Yo'q, lekin bu jumla Boshqa bir bo'shliq tilimizda uchuvchi jumla bo'lib so'nggi bo'lib keluvchilarni bildiradi. berilgan nom. Tuya ustidami, otni ostidami? Qayerda keluvchilar? Qayerda keluvchilar? Biroq Zanjirdami? Zanjirlarmi keladi? deymiz. Qur'oni Karim din aniq so'ramadi-yu. Agar sura bo'layotgan surani so'rayotgan bo'lsa bu ham So'nggi bo'lib keluvchilarga qanaqa ibora bor bizning tilimizda? Oxirgi bitta orqa oyog'im nima u? Qul egasini bir narsa qiladimi? yo bo'cha umuman boshqa ma'nodagilarda ana oxirida keluvchilar bu masalan nimadirlar? Karvonda oxirida qullar keladimi? Mana Baybars bilan Qutbiddin mamlukda bular. Qullar sulton bo'lganlar. Yomonlikdan keyin bu ham keldi, ofatdan keyin bu ham keldi. Qur'onda. Uchinchi savolda savol matnidagi ayting so'ziga alohida urg'u berilganidan Qur'onda keladigan arabcha qul jumlasi xayolimga kelib qoldi. Shundan so'ng Mirjalol savolda tilga olingan 3 ta hukmdor ham mamluklardan, ya'ni qullardan chiqqanini ta'kidladi va savolning har ikkala qismi qul so'zi orqali bir-biriga qisman bog'landi. Bu esa jamoaga o'yindagi ilk ochkoni qo'lga kiritishga kifoya qildi. Biroq shuni aytish kerakki, muhokama jarayonida so'nggi qadam bosilmay qoldi. Ya'ni bo'shliq bilan 3 ta qul so'zlari almashganini topa olmadik. Harflarni yozib Injaga o'xshagan narsa. Shuga endi Oltindir. Oltin intangan. Bugungi eski variant oltin bo'lgan. Tushiga endi ming oltindir anga. angan. Bunda o'chib qo'yadi yana. tushib qolgan harflarni yozib beringlar. Tayinlangan bo'ladi. Ha. Sichqon. Bo'ldi. Nima? Teshik. Yo'q, bo'ldi. Qoldirilgan harflarni yozib bering, hozir vaqt yo'q qoladi. Sichqon 1000 tanga setarchaga. Anga. Unga. Lekin sichqonni g'alati-yu, che tushmadi-yu. bitta xavfi. Ularda sichon deyiladi u davrda. Ya normal. mingaliginga ham Shuga endi inib to'g'rimi? Vaziyat bo'ladi. Faqat shul qolgan harflar yozing. Shu so'z nimada-da, harflarni lekin to'g'ri. Sichqon 1000 tanga. Sichqon 1000 tanga. che bitta harf hisoblanadimi? Ha. Qolgan harflarni yozib bersanglar, sizlarga javob blankida sichqon 1000 tanga so'zlari chiqishi kerak edi. Sichqon 1000 tanga. Bu savolda Temur Mirzayev xonning ini 1000 tanga iborasini to'g'ri payqadi. Keyingi soniyalar esa ushbu maqolning savol matniga qanchalik mos kelishiga ishonch hosil qilishga sarflandi.
frankmi? 99 frank. Ilyana, Ivana misol uchun bundan xotinlarga o'xshab ketyapti ismi. Bugungi ammo yaxshi bundan ko'raman 10 yil degan. oldin deyaptimi? Bundan 10 yil 99 frank tushmaydi. Hozir o'ta qimmat bo'lib ketgan misol uchun birinchi yil avval. Bundan bir necha yil avval. Bir necha Bir necha yil oldin. Bugundan 10 yilcha avval. yo'q, bir necha yil avval. Bir necha yil, 10 yil emas. Bir necha yil. hozir 10 ekranizatsiya yevro. qilib qimmatlab ketgan nima bor? Qaysi bitcoin nima? Ilyanani yaxshi Anaqa ko'raman anagramma degan. qilmayapmiz. Ha, yoki roman ism emas bu odamni asar emas odamni ismi yo'q. Roman qahramon. Ilyanani yaxshi ko'raman. Roman Abramovich qanaqadir yoki roman Qanaqadir miliya chiqar ekan. Qanaqadir nomida biron valyuta bor narsa emasmi? Nimaga 10 yevro deb aynan shuni aytyapti? Ammo Rim Italiyaga ketyapti, biror narsa yo'qmi? Ana papa yozmaganmikin? Misol uchun birorta asarlarni o'zi misol uchun ijodida-da, hozirgi papa, yangi papa. Prosta ammo lotincha yozyapti-da. Hech kim o'qimagan o paytda. yo'q. Asarni yilliga aloqasi yo'q savoldagi bir necha yil oldin degan gapdi. Sotib olingan bir necha yil oldin 10 yevroga. Kimdir masalan mana shu asarning ichidagi asarni men sotib oldim deb auksion tashkil qilib rasmiylashtirib qo'yishi mumkin. Muallif bilan kelishib. Demak, to'g'ri javob anomaliya. Keyingi savol muhokamasida Saidakrom Rasulov tarqatmadagi ammo Ilyana so'zlarini anagramma qilib ko'rish kerakligini aytgan bo'lsa-da, jamoadan hech kim bunga e'tibor qilmadi va muhim ochko qo'ldan boy berildi. iyun menimcha. Lamanshga yaqinroq hududda. Qachon? Muhimroq voqea yuz bergan misol uchun. Titanik. Fransiya bilan Angliyaga bog'liq. Titanik cho'kkan emasmi? Yevropada katta voqea bo'lib ketgan. Titanik cho'kkan. 16-savol bu. Aviatsiya qachon rivojlangan? 30-yillardami? 20-30 yillar. Nimaga siz nimani Ayol yozib? kishi Ana urush boshlanishi, ikkinchi Hitler hujum qilishi SSRga. Yo'q. Buncha lamashtavich bo'lishgan. Yoki er-xir bo'lgan payt. Yo bu er-xir bo'lgan kuni. Erkak qachon bo'lgan? Bilmayman. Uni bilmaydi. Aniqroq sana deya. Aniqroq Mana sana shu dedim. osonroq. Lekin Titanik ham bir kunda o'lmagan. aviatsiya endi boshlanayotgan. Qaranglar. 30 kilometr uchish shart Atlantikada bo'lgan o'tishdan ko'ra Lamansh ancha osonku, qisqa masofa. Demak, undan oldingi yillar bo'lishi kerak. Qachon o'tgan Ey, erkak? bitta narsa. Qancha sanani bilamiz o'zi o'shanda? Qancha sanani bilamiz? Mana qaysi sanani yozib bera olasizlar? 1912 yil nechinchi aprelda Bo'ldi. 14-15 sanadi. 14. Kechasi 1912-yil 14-chi. Rosa u narsani o'ylagandan hozir nima? To'g'ri, baribir sanani bilmaymiz, boshqa narsani. 15 mi? 15 chiqqan bo'lsa. Yaxshi. O'sha kechasi bo'lganda. Iloji boricha aniqroq dedimi? Nima dedi? Aniq yozib bering. Rosa aniq deyaptim, demak biz aniq bilamiz deb bu sanani. Agar shu bo'lsa, rosa er-xirtam lekin bir kunda yo'qolmaganda. Martin Luther King qachon tug'ilgan? Demak, 16-savolning to'g'ri javobi 16 aprel 1912 yil. Yo'q, Izoh. Bu savolda jamoamiz Titanik kemasining cho'kishi voqeasiga yetib bordi va 1912-yil 14-aprel sanasini yozib berdi. Biroq to'g'ri javob 16-aprel bo'lib chiqdi. Bu ana buzuq telefonga o'xshayapti. Buzuq telefonning o'rtasidagi ikkita bir-biriga yaqin bo'ladi, lekin boshi bilan oxiri ma'lumot. Telefonni tuzatingmi? Ha, bu ishni qilamiz, telefonni tuzating. yo'q, lekin o'zbekcha sayt bo'lmaydi-yu. Fix phone yo ikkalasi FHP bo'ladi. Telefonda. Ikkita bo'ladimi? Bu ishni qiling. Bu ishni qiling deb nomlanuvchi saytda Xitoy telefoni deydi. bu ishni qiling degan sayt nomida, bu ishni qiling. sayt. Remote telefon, tam remote. Yo'q, boshqa Bizdan o'zbekcha so'z so'radi-yu. maymunlar bilan bog'lab. Inglizcha so'z so'ragan. Telefonni tuzating. Yo, bu rабочий variant, o'ylaylik. Yana o'ylaylik. Nimalarda yana shunday, boshi bilan oxiri keskin farqli, lekin o'rtadagi ikkita yonma-yonlari bir-biriga o'xshash. Oldin. Domino effektimi? Domino effekt. Qiling deb bu baribir fe'l bo'lishi kerak. Du bo'lmasa to'g'rimi? Dga bir narsa topsak bo'ldi. Du. Lekin g'alati-da, unda bu ishni. Du nima? Du. 8, 7, 6, 5, 4. G'alati deb bunaqa gapirish. Ana bu ishni qiling saytning nomi
agar o'zbekchada bo'lsa gap yo'q, pretenziya yo'q, agar o'zbekcha sayt bo'lsa. Kakuni chaqiring. O'yin Aniq savolning parvoz qachon bo'lgan deb so'ralyapti. Qurbaqani qaynating. Keyingi savolda jamoa qiziq variant o'ylab topdi, lekin afsuski bu noto'g'ri javob edi. Sevgi izhorimi? Ya'ni shunchalik uyatchanki, buni qila olish, gapira olish uning uchun o'tning oxirgi san'at. Bir balo uyat emasmi? Lenin tumani qayerda bu? Toshkentdagi menimcha eng mashhur kattaroq tuman bo'lsa-ku, Lenin hammaga ham berilmagan. Qirg'iziston tarafida. Lenin tuman Tojikistonda emas, Leninobod. Leninobod. Ijodkor, buni biz bilishimiz kerak-da. Nimaga aynan Lenin deb qo'shig'i bilan emas. Misol uchun Muhammad Yusuf o'ta uyatchan bo'lib turib, qizga gapira olmaganda bir narsani san'at degan bo'lishi mumkin-ku. Albatta, gap otishma. keyin nimaga Lenin tumani tug'ilganini esladi. U Leninga aloqador murojaat qilganmi o'zi? Intervyularni birida kesyapti mana shu. Yo'q, o'sha intervyularni birida, demak, hozir yashayotgan kimdirmi? Kech paydo bo'lganmi, kech kurtak ochganmi yo nima u? Birinchi muhabbat, mana shu Muhammad Yusufni qanaqadir Bir balo ikki san'atda. Nimadir bu san'at. Abdoripov bo'lsa, bu balki 71-yilda qo'shiq bo'lib birinchi chiqmaganmikin? O'shanmi? Asar nomini yozaymi yo Asar nomini so'radi. So'zsiz bir balomi? O'ta uyatchi. Misol Arifov sal uyatchiroq odam. Armon bo'lib qolganmi? Kech paydo bo'lgan san'atmi? To'yis hozir sevgi haqida faolni aytsa kerak-da, ular. Demak, to'g'ri javob. Muhokamaning birinchi yarmida jamoa turli ko'chalarda o'tlab yurdi. Muhokamaning ikkinchi yarmida Said Akrom Rasulovning intuitsiyasi qo'l kelib, birinchi muhabbat variantini aytib qoldi. Jamoa ushbu variantni muvaffaqiyatli tarzda ushlab qoldi. O'zbeklarki bo'lsa, просто qozoqdek deb o'ylab, jibak jo'li deb o'yladi. Yo'q, tushmadi. Avrop kelyapti. Egri, jik. Nashr-ku bu to'g'rimi? Mana yo'l, mana shu kimdir ixtisoslashgan nashr, buncha ixtisoslashgan nashrdir. Muallim, muallim, Jadid bir narsasi. jajji, jajji. Tujjormi? Tujjor Express. Ixtisoslashgan bu komissiya bor. O'rtadagi jesida, молодец. To'g'ri javob. Tujjor. Navbatdagi savolda jamoa ko'rgazma materialiga asoslanib tarkibida J harfi qatnashgan qo'shindoshli so'z qidirdi va turli variantlarni sanadi. To'g'ri javob esa muhokama o'rtalarida Mirjalol tomonidan aytildi. Endi muhokama boshidayoq topilgan bir qator javoblarni e'tiboringizga havola qilamiz. Ladybug. Bu Ladybug и Superkod. Da, Ladybug bilan Superkod. Ular kimlar? Qor egalari. O'sha. Qor egalari. Da. Ashobi kahf. Nimachi? Zo'r. Ikkinchi jahon urushi emasmi? Timur. O'sha Zo'r. Tirnanokmi? Tirnanokmi? Gumanitar yordammi? O'rganib qolgan demakchi-da tillar. Kultkarga tushmaydi.
maqollar bilan bitta bir registratsiya so'z bilan toping. Harflar tushib qolgan. Klakson nima? Klakson? Zo'r. Aziz muxlislar, shu bilan loyihamizning navbatdagi soni ham yakunlandi. Videomizni like bilan qo'llab-quvvatlashga erinmang va bizni kuzatishda davom eting. Sizningcha ushbu o'yinda kim eng yaxshi o'yinchi bo'ldi? Marhamat, izohda yozib qoldiring.